Menimcha qoida buzganim yo'q, lekin GAI menga jarima yozdi. Nuriddin aka, siz noqonuniy jarimalarni bekor qilishga yordam berasiz-ku, ko'p holatlarda. Menda bugun shunaqa holat bo'ldi. Mana zominga shoshilib kelayotgandik tadbirga. Shu Bosim bobo chorrahadan zomin tomonga shunday o'ngga burildim. Tunnelchaga yetmasdan bizani oldimizda bitta fura ketyapti. Juda asta harakatlanib ketyapti. 20, 30 endi sekin оборот olib ketyapti. Qarayapman, bu yonda mashina yo'q-da, toza. Nari yoqdagi odamlar bizdan o'tib ketishimizni kutib turibdi mashinalar. Men shunda o'tdim-da, tunneldan o'tgan edim, GAIlar to'xtatdi-da, jarima yozdi menga. Shu holatga qanaqa fikr bildirasiz? Agarda transport vositasi oldinga ketgan transport vositasi agarda 40 tezlikdan past bo'lsa, o'rtadagi uzluksiz polasa bo'lsa ham, uni quvib o'tishga ruxsat beriladi. Xo'p. Chunki oldindagi transport vositasi harakatlanishi juda ham sekin. Yo'l harakat qoidalarining aniq moddasi hozir esimda yo'q, chunki lekin shunaqa joyi bor. Agar 40 tezlikdan mana ko'p shofyorlarga bilib oldi shofyorlar. Keyin o'rtada uzilgan polasa bo'lsa mumkin, har qanday holatda boya uzilgan polasa mumkin. Lekin uzilmagan polasa bittalik, siz kelyapsiz, oldingizdagi mashina 40, 35 kelyapti. Avgon qilib o'tsangiz bo'ladi. Chunki yo'l harakat qoidalarida unga ruxsat berilgan. Agarda sizga o'shanday holatda jarima yozilgan bo'lsa, buni bemalol bekor qilsa bo'ladi sud tartibida. Sizda bekor qilingan har qanday qarorlardan sizga o'sha xodimdan ma'naviy zarar undirib olish uchun ham bemalol qonunlarimiz bu narsaga ishlaydi. Avval siz jarimani bekor qilasiz. Ma'muriy jinoyat sudida, ma'muriy jinoyat sudida bekor qilib, orqasidan fuqarolik sudida ma'naviy zarar undirish yana bitta ariza berib, bemalol sizga yetkazilgan ma'naviy zarar, xohlasin moddiy zarar, xohlasin ma'naviy zarar o'zingizga kompensatsiya tarzida undirib olsangiz bo'ladi. Lekin mana shu holat juda ko'p shofyorlarga menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Like bosib, hamma shopir do'stlarga jo'natib qo'yinglar.